Rohat kompleks mahsulotimiz mana tayyor holatga keldi. Rohat kompleksi nima uchun degan savollarga javob beradigan bo'lsak, bu rohat kompleksi asosan erkaklar uchun, sababi erkaklardagi barcha o'sha hozirgi kundagi muammolardan biri hisoblangan jinsiy zaiflik, prostatit, prostata bezi adenomasi, pielonefrit, ya'ni buyraklarning shamollashi, siydik yo'llari shamollashi, siydik yo'llari stenozlarida, buyrak tosh kasalliklarida eng foydali mahsulot deb aytsak bo'ladi, sababi tarkibidagi giyohlarga qarab. Chunki bu mana shu ikkala mahsulotimiz tarkibini ko'radigan bo'lsak, bir 40 dan ortiq giyohlar yig'indisi hisoblanadi va aynan faqat erkaklar uchun chiqarilgan. Nima uchun desa, o'sha qondagi, organizmdagi testosteron gormonini kuchaytiruvchi, ishlab chiqarilish jarayonini normallashtiruvchi mahsulot hisoblanadi. Buni iste'mol qilganingizdan keyin birinchi o'rinda siydik yo'llardagi shamollashlar, o'sha tez qatnash deymiz hojatga, mana shu shikoyatlar yo'qoladi. Siydik yo'ldagi achishishlar yo'qoladi. Prostata bezidagi shishlar yo'qolib, o'sha prostata bezining faoliyati yaxshilanadi. Bu mahsulotimizni iste'mol qilgan insonlar bepushtlikda ham juda ham foydali hisoblanadi, sababi spermatozoidlar foizini me'yorlashtiruvchi, foizini oshiruvchi, spermatozoidlar harakatchanligini yaxshilovchi, ularda o'sha yetuk shakldagilarni ishlab chiqarilishini ko'paytiruvchi mahsulotlardan biri hisoblanadi. Buni iste'mol qilgan erkaklar o'zlarida o'sha jinsiy tomondan, siydik yo'llari tomonidan, buyrak tomonidan har qanday shikoyatlardan xalos bo'lishga yordam beruvchi mahsulotlardan biridir. Bu mahsulotimiz bundan tashqari umumiy quvvatni ham oshirishda foydalidir. Chunki jinsiy quvvat dedik, umumiy quvvatlardek bu ikkalasiga bir-biriga chambarchas bog'liq holat hisoblanadi. Buni iste'mol qilgandan keyin insonlar o'zida umumiy quvvat ko'tarilganligini his qiladi. Va bu narsa vaqtinchalik emas, albatta, chunki jinsiy gormonlar ishlab chiqaradigan bezlar, ya'ni buyrak usti bezi, prostata bezi, urug' donlaridagi jarayonni qayta tiklaganligi uchun uzoq muddatli natijalar ko'rsatadi bemorlarda.